Nurg'unlagan odam hayotdan charchash his qilyotidi. Kunlari andishlik ichida o'tyotidi. Sizmi shundaqmi? Bu bekmi andishlik dunyo azizim. Shuni tushunkaysiz-ki, birovga ig'irchilik solmagan asosda erkin ozodi yashash eng muhim. Iste'mol iqtidorda eringizda bo'lsin. Rahat chiqishalaydiganlarni do'st tuting. O'zingizni ancha-muncha qo'yib eting. Daslashgak, eslg'aq bo'lib qolmang. Kelishadigan kishilaringizni qadrlang. Undaqlar uchurmasam hech qisi yo'q. Yolg'izlanib qolsangiz, do'stlar bilan yig'ilib qo'ying. Aloqa xolamasangiz, uyda o'yin o'ynang, kino ko'ring. Yolg'iz yurganning hech yomoni yo'q-ku. Bir kun charchab kelganda issiq suvda yuyinib olsangiz, chala qolgan kinolarni ko'rib olsangizmi bo'lg'ini? Teringizni asrang, o'zingizni to'liq rohat tuting. Arzimas hech qanday ishga ortiq zehn sarf qilmang. O'zingizga ko'proq ish og'irting. Ertadan boshlab baldur yeting, tinimang. Har kuni o'zingizga obdan kuyinishni unutib qolmang.